This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu hurmatli radio dinləyicilər. Аңлаватқаныңлар Американың пайтаxtı Washingtondan taqdirlanadigan Erkin Asya Radyosu'nun Uyghur çağlatışı. Bugün 12 fevral çarşamba. Ben bugünkü anlatışımızın riyasatçısı İrada. Hörmətli radio dinləyicilər, təndə qısqa xəbərlər anlayısınızlar. Bugünkü qısqa xəbərlərimizni öz müxbirimiz Cavlan tayarlagan. Uyg'urlarni qul qilish badaliga foydalanayotgan Xitoy shirkatlari bu ahvolni oshkorlagan chet ellik tadqiqotchilarni tuhmat qildi deb ayblab sudga arz sungan. Nyu-York vaqti gazeti 12 fevral e'lon qilgan bu xabarda deyilishicha, bir yil ilgari Angliyaning Sheffield Hallam universitetidagi bir tadqiqot gruppasi doklad e'lon qilib, Xitoyning bir kengko'chak shirkatining majburiy emgak bilan bog'lanishli ekanligini oshkorlagan. Angliya parlament a'zolari 2024-yil 11-oyda o'tkazgan bir maydon munozara yig'inida bu dokladni naql elib, Xitoyning yangicha bir qulluq tuzumi va majburiy emgak davrini yaratganligini ilgari surgan. Qaraqadilla Xitoyning bu shirkati mazkur tadqiqot gruppasi ustidan arz sungan. Yaqinqi yillardan buyon Xitoy shirkatlarining kishilik huquq va davlat xavfsizligiga tahdid solayotganligi haqida tadqiqot olib berayotgan oqillar ombiri va universitetlar yuqoridagi arz shikoyatlarga duchor bo'lmoqda ekan. Xitoy shirkatlari Amerika, Yevropa va Avstraliyadagi tadqiqotchilar ustidan arz sungan yoki advokat orqali xat avatib tahdid solgan. Bu orqali ular o'zlari haqida chiqqan yomon xabarlarni beziqtirib, obrazi va inovatini qo'g'dab, xalqaro bozorda ziyon tortishning oldini olmoqchi bo'lgan. Xabarda ko'rsatilishicha, navbatda Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdo, texnika sohalaridagi ziddiyatning o'tkirlashishiga ergishib, Xitoy korxonalari bilan ularni tanqidlaydigan tadqiqotchilar orasidagi kurash yuqori pallaga chiqmoqda ekan. Növətdə dünya boyunca abonentləri ən köp süni əqləblərdən biri bolğan DeepSeek Xitay Kompartiyasının güclük təşviqat quralığa aylanğan. Xitayның Uyğur eldə yürgüzüyotqan irqi qırğınçılıq cinayəti haqqında soralğan suallarga naq Xitayның təşviqatı boyunca cavab bergan. Yani Xitayның cinayətini inkar qilgan, yo'shirgan yoki burmalagan. Angliya Mustaqillik gazeti 12 fevral e'lon qilgan bir xabarda deyilishicha, o'zini dunyo bo'yicha eng ilg'or sun'iy aql yordamchisi deb atagan DeepSeek qisqa vaqt ichida 3 million qitimdan ortiq tushirilgan. DeepSeek kishilarga ular ehtiyojli bo'lgan har qanday savolga to'g'ri ham unumli javob beradiganligini tashviq qismi Xitoy hukumatining xohishi bo'yicha ish qilayotganligini davomli oshkorlagan. Masalan, uningdan Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikka uchrab deb so'ralganda, u bu Xitoyning ichki ishlariga munosabatlik ig'ir tuhmat, buning qilcha asosi yo'q degandek javoblarni bergan. U yana Xitoyning bu xil kishilik huquq jinoyatlari to'g'riliq so'ralgan savollarga kishilik huquqni bahona qilib, Xitoyning ichki ishlariga aralashadigan har qanday davlat, organ yoki shaxsga qat'iy qarshi turamiz degandek javoblarni bergan. Bu tamamen Xitoy Tashqi ishlar ministrligining javobi bilan o'xshash chiqqan. DeepSeek yana Uyg'ur ili haqida so'ralgan savollarga Xitoy hukumatining tashviqotiga uyg'un shaklda javob berib, Xitoy hozir Xinjiangda muqim jamiyat, inoq jamiyat barpo qilishga tirishyotidi degan. Boshqa taratqularmi bu haqda xabar bergan bo'lib, mutaxassislar va kishilik huquq faoliyatchilari DeepSeekning hozir Xitoyning tekshirishidan o'tgan yer shari xarakterlik tashviqot vositasiga aylanganligini, Xitoy Kompartiyasiga munosabatlik har qanday yomon uchurni yig'ishtirib, yaxshi uchurlarni taqibotganligini bildirgan. Xitoy xabarlari to'rining 12 fevral bergan xabariga qaraganda, Uyg'ur Avtonom rayonlik siyosiy kengashining sobiq muavin raisi Do Wangoy poraxo'rlik jinoyatiga chetlab tekshirilgan. Do Wangoy Jiangsuda Xitoylardan bo'lib, Uyg'ur elida uzun yillik xizmat qilgan. U ilgari keyin bo'lib, Toldi Noylik partikomning sekretari, Turpan viloyatlik partikom tashviqot bo'limining boshlig'i, Aqsu viloyatlik partikomning sekretari, 2018-yili Uyg'ur Avtonom rayonlik siyosiy kengashining muavin raisi bo'lgan. Xabarda deyilishicha, Do Wangoy Toldi noyasida huquq tutgandan boshlab pariyab, zo'r baxtarda boylik to'plagan. 2024-yili 3-oyda tekshirilgan. 10-oyda Kompartiyadan qo'g'ilib, xizmatidan haydalgan. Xitoy Kompartiya a'zolaridagi chirigilik Do Wangoyda to'liq ifodalangan bo'lib, u qon ichish huquqini boshqalarga berish,
qurilishni huddiga berish, kadr o'stirish jarayonida boshqalardan zo'r miqdorda pul va mol-mulklarni olgan. Ya'ni partiyaning muhim siyosatlarini amallashtirish nomida fursatdan foydalanib naf undirgan. Huquqparastlarga mansab sotgan. Uyg'ur elidagi Xitoy amaldorlarida shiriklik, parxo'rlik intayin ig'ir bo'lib, bu xabardimi 2024-yil 1-oygacha intizom tekshirish organlari tomonidan 23 mingdan ko'p amaldorning jinoyatining tekshirilganligi, o'tgan yildagi o'xshash nisbatan 34% ga yaqin oshqanligi. Buning ichida o'lka darajadagi amaldorning 30 ga yetganligi ma'lum qilingan. Radiomizga bu vaqtda so'z qilgan Xitoy vaziyati analizchilaridan Xoping Tangbiyo qatorliqlar Xitoy amaldorlarining hammasida degidek shiriklikning mavjud ekanligini, faqat amaldorlik sahnasida ishi o'ngdan kelmagan amaldorlar muloqotadiganligini, umuman Xitoy Kompartiyasi yo'qolmaguncha shiriklikning yo'qolmaydiganligini bildirib kelmoqda. 12 fevral Washington kuzatuvchisi gazeti maqola e'lon qilib, Xitoyning arzon mollarini to'rda to'kma qilib sotadigan Temu bilan Shein shirkatlarini qo'l amgaki sababidan cheklash kerakligini o'tirg'a qo'ygan. To'rda arzon buyumlarini sotadigan Temu bilan moda kiyim-kechak sotadigan Shein shirkatlarining Uyg'ur majburiy amgaki bilan bog'langanligi xalqaro oshkorlangan faktlarning biri bo'lsa-mu, Amerikada ularning mahsulotlarini cheklash kayniga surilib kelayotgan edi. Trump hukumati ish boshlagandan keyin yuqoridagi shirkatlarning Amerikaga posilkadan mol silish ishlarining tasdiqlashib qolganligi ma'lum bo'lgan. Washington kuzatuvchisi gazetida chiqqan maqolada mundaq deyilgan: Xitoyning Shein va Temu shirkatlari arzon mollari va kiyim-kechaklari bilan keng qarshi olishga erishdi. Ammo bu teshi palpal ichi g'alg'al narsalarning kaynida ularning qo'l amgakidan naf ilayotganligidek bir nomussizlik yoshiringan. Köplagan faktlar shuni isbotladiki, ularning mol ta'minlash zanjiri Xinjiangdagi Uyg'ur musulmonlarini majburiy emgakka selish bilan bog'langan. Köplagan davlatlar buni Uyg'urlarga yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikning bir qismi deb qaraydi. Xabarda deyilishicha, Trump hukumati Shein bilan Temuni Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni bo'yicha qora tizimlik elishni o'ylashib yetibdi. Agar prezident Trump Xitoy mollaridan tamojna beji elishda ching turib, Amerikaning Xitoy mollariga bo'lgan beqintiligini azaytmoqchi bo'lsa, oldi bilan ishni Shein va Temudan boshlashi kerak ekan. Chunki bu ikki shirkatning mollarining Amerika bozorini qoplash nisbati hammadan yuqori ekan. Ularning mollarini cheklash Amerikaning kishilik huquq qimmat qarishiga uyg'un harakat bo'lib qolmay, iqtisodiy jihatdan zarur tadbir hisoblanadi ekan. Xitoy hukumatining Uyg'ur elidagi koni mahallini o'zgartirish nomida elib borgan harakati, ya'ni an'anaviy Uyg'ur mahallallarini chiqib binolashtirish, aholilarni qayta o'rlashtirish ijroati davom qilmoqda. Xinjiang gazetining 11 fevral chiqqan xabaridan qaraganda, Xitoy hukumati 2025-yil Uyg'ur elidagi 258 koni mahalla rayonlarni o'zgartirish qurilishi elib bordi ekan. Xabarda bu qurilishning davomliq zo'r kuch bilan kengaytirilganligi, Uyg'ur elining janubida 118 yangi mahalla qurilganligi, uningda manfaatlanadigan aholilarning 18 ming oilaga yetadiganligi tashviq qilingan. Xabarda deyilishicha, Xitoy hukumati 2019-yildan boshlab Uyg'ur elida koni mahalla, o'ltiraq rayonlarni o'zgartirish qurilishini boshlagandan buyon jami 6888 koni mahalla o'zgartirilgan. 2024-yili o'zgartirilgan koni mahalla 857 ga yetgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumati 2017-yildan boshlangan cho'ng tutqun bilan bir vaqtda Uyg'ur avtonom rayonlik koni mahallani o'zgartirish xizmat komiteti qurgan bo'lib, aholisi ozlab ketgan nurg'un Uyg'ur mahallalarini yangilash nomida chaqib tashlagan. Ondan Xitoy aholilari aralashib o'ltiraqlashadigan yangi rayon, yangi mahallalarni qurib chiqqan. Qashqar, Aqsu, Xotan viloyatlari asosli o'zgartirish nishoniga aylangan. Ilgari Xitoy hukumati Qashqar, Yakan qatorliq qadimiy Uyg'ur shaharlarini ana shunday o'zgartirish nomida chiqib, Xitoycha tus olgan shahar qiyofatiga kirgizgan. Qadimiy Uyg'ur madaniyat iznolari va simvollari yo'qotilgan edi. Kishilik huquq tashkilotlari va chet el tadqiqotchilarining bildirishicha, Xitoyning Uyg'ur elidagi atalmish koni mahallalarni o'zgartirish qurilishi Uyg'ur rayonidagi madaniyat qirg'inchiligining bir parchasidir. Xitoyning maqsadi bu orqali Uyg'ur jamiyatini parchalash, ya'ni aholilarni taqiqlashtirish, ularning an'anaviy turmush shakli va kollektiv yashash muhitini vayron qilish ekan. Hurmatli radio anglag'uchilar, Erkin Asiya radiosi Uyg'urcha bo'limining chorshanba kunlik anglatishi davom qilmoqda. Tanda diqqatlarga tafsiliy xabarlar saytimiz bo'yicha anglatish beramiz. Bu anlatışımızda öz ve ixtiyari muxbirlarimiz tayyorlagan muhim uchurlar diqqatinglarda bo'ladi.
Hörmətli radio dinləyicilər, төндә диктыңлар təfsili xəbərlər səhifəmizin to'liq məzmunlarında bo'lsin. Aşkarlanışça Üçtürpanның imamlarım yesida dehqonlar мәҗбүри яңақ көчүп tikishga va Xitoy көчмәләре höddəgə alğan яңақлıq bağlarda haqsız işləşкә мәҗбүрланган. Yana aşkarlanışça Üçtürpandakı pomidor qiyam ishlab chiqaradigan COFCO meyve köktat şirketining qo'shimcha tijoratlaridan biri яңақ sodisi bo'lib, imamlarımdakı mazkur мәҗбүri əmgəkdimi bu şirketning vositalik holda qo'li bor ekan. Tanda muxbirimiz Shuhrat O'shirning bu vaqtda tayyorlagan programmasi diqqatinglarda bo'ladi. Maydu işçilerin bir tanıştırılışça Üçtürpan naisi suyunun elbeklik sebebinden 370 ming mo kölemde bağvançilik meydanıga igi bulup, yanak asaslık mahsulatlardan birikken. Bayan kılınışça Üçtürpan naisi 2022 yılı 77 tonna yanak işlep çıkargan. Bu miktar yılığı 14,6%'den iş banğa Xitoy xabarlarida tantana bilan tilga ilinayotgan bu miqdor va nisbatlar Uchturpandagi yerlik aholilarning yukini, ya'ni yillardan beri davom qilib kelayotgan majburiy emgak turi va vaqtini texmo ko'paytgan. Vaziyatdan xabardor kishilardan birining inkos qilishicha, Uchturpandagi Kofko meva ko'ktat shirkatining talbiga binoan doiralar Uyg'ur dehqonlarini o'zlarining bog' yoki etizlarida yangi sortlik yong'oq ko'ch tikishga majburlagan. Dehqonlar bozorning ehtiyoji va o'zlarining tajriba va mahoratlariga qarab turib ishlab chiqarish bilan shug'ullanish imkonidan mahrum qoldirilgan. Uchturpandan telefonimizni qabul qilgan aloqador xodimlardan biri dastlabda Uchturpanda aholilarning ishlarining o'ng bu parniklarni uning'umun urg'un pul ketadigan imkon parnik yasaydiganga maxsus yordam beryapti. Pul berib, uningdan keyin endi o'zining cham yetmay qolganiga yana hukumat bir tutash berganning tirtida anandiki yana bankadan yana qarz olib qilma desa yana qildi. Va turmushining rohat ketayotganligini tilga oldi. Hozir burunqidek qurtib oldigan lozib bo'lmadirlar. Yo'q hozir yangi tayyorlab chiqyapmamdi. Arkadan o savollarimizga javoban Uchturpanda yerlik doiralarning aholilarni yangi sortlik yong'oq ko'ch tikishga majburlaganligini oshkorildi. Yong'oq ko'ch tikishlarda 4 yildan boshlab bu yerlik yong'oq emascha uzoq tikayotganlar sortlab kelgan yong'oqlar bu to'g'ri nurg'un tikki ona tikini uni qallam ba unumay yuzlab tashlayotganlar bor. Yong'oq ko'chda tikilsa sen yerlar kaypalish pata bahasi yomon yuqori oladigan. Shuning uchun yong'oq ko'ch tikib dehqonchiliklarni qilinglar deb to'g'ri. Vaziyatdan xabardor kishining ham deyishicha Uchturpanning imomlari mezsidagi Uyg'ur dehqonlar Xitoy ko'chmanlari höddagan yong'oqlik bog'larda doiralar tarafidan haqsiz ishga solingan. İmamlarımdan telefonimizni qabul qilgan bir amallik müdiri tavallikidagi Uyg'ur dehqonlar bilan Xitoy ko'chmanlari orasida ig'ir manfaat to'qinishi borligini yoshirishga uringan bo'lsa-mu, sizning o'sha tavallikingizdagi Uyg'ur dehqonlar bilan Xanzu dehqonlarning, ya'ni Jongliang Uchturpan meva ko'ktat shirkatining o'ttirisidagi bu ziddiyat, bu xafalık, nima xafalık bu? Yo'q, bu jihatda norozilik bu ishlar yo'q. Nima norozilik bor zodi yerlik aholilarda? Bulupmu bizdeki kenetdeki Xanzulardan hozirgacha unda g'alib o'tdi. Xanzul Uyg'urning o'rtasida norozilik yo'q. Yangilik bog'larni egallab oldimda, egallab keldirimda nima deydi? Bu norozilikning sababi nima? Yo'q, o'niki bu kamkaricha unda bilan bir talash tortishlar bo'lib baxmagan mahkamachi. Men ham shu 2-oyda bizning rahbarlik bansi alınışıp shu butun yezga xizmat tuzilishga tushgandan keyin shunga alınışıp yangidan chiqqan. Ben chiqqandan yanqisi o Xanzulninki bizniki dadi tavasi bilan unda yo'bi jalmajra yo'nda talash tortish bo'lib baxmagan. Ama Uyg'ur dehqonlarining yong'oqlik bog' parvishining aldirash mezgillarida haqsiz ishlatilganligini yo'shiranmidi. Endi hozir bu bizga kelgan bir inkoslar vosilanmış tavallikdan, imomlarimdan majbur ish qildi, haqsiz ishlatdi degan. Sizning shu tavallikingizda hozir nima ishlar bor? Bular norozi bo'layotgan ishlar, shu qaqshavotgan ishlar nima ishlar shu? Yangi aqam demiş, bog' o'rmonchilikda haqqiliqqa ish qilmay vaqtida, talab bo'yicha o'lchamda qilmay, shuni shu jirib ayniqmayni yetkab bunda. Bidariga, yoki shu kanatda o'pcha, malaqi, nayniki, ama bog' o'rmonchilikda yong'oqning uchini uzish, eriqni, o'tni adalash ishlarda bunaqa vaqt barmasmi? Vaqt yetib ketib qolsa, balki mahsulotga ta'sir ko'rsatadi. Shunday ahvolda endi shu o'zimizniki ishga bunday odamni tashkillab, yig'ib mana vaqt tug'itlaydi shu ishlar bor. Namisi bu ishlarda kimning yeriga ishlaydi o'rnida? Kimning yerlariga kimlar yordam qildi? Kimning beg'a yoki?
masalan, 6-cı kanatdan 7-ci kanatga, 7-ci kanatdan yeni kanatga bunda tashkillar. Undaqda bu dehqonlarning birining yana biriga ishlashi, bir-biriga yordam qilishi bo'lamdi unda. Bir-biriga yordam qilishi. O'shidalik ba'zisining biri bor, ba'zisining biri yo'q. Shu biri yo'qlarida norozilar o'z vaqtida bog' kelgan vaqtida gaillari sanmay. Gaillari shu maydonda bog' kelgan maydonda yerlari yo'q. Shundaqlarsa norozi bo'lmasa ondan qolganninki chiqnarasiligim yo'q. Bu bog' o'rmonlar kimga taba? Sizning kanatgimi, yezigimi yoki ma'lum bir shaxsgimi yo shirkatlargimi? O'diganlik bor, o'diganlik. Bu o'diganlar kimlar? Shu yangilikning ko'p qismini, shu dehqonlar haqsiz ishlagan shu bog'larning ko'p qismini. Başlobini kanzor. Başloban qayerda? U shu sılnamış imamlarımdimi yoki boshqa yerdimi? Uni o'tdi to'shqandan keyin anigizi shu uni o'tkazib turib ayadan yalib terg'anti. Bu meyarki hozir kanzor shu 5 yil ya'ti bu muddat to'shqandan keyin anigizi kanzor yetkilib ketgan. Ben gumutdan turib qoldi men. İsimleri nima shu kanzorlarning? Shafi. Meni birisinin ismi Çinxay. Undaqda o hüddağallar xanzolar bo'lgan ekan, o lobellarga bo'lib ishlagan ekan, tabiiyaldi bo'ldi, bir norozilik bo'ldi deb qo'sa ko'p bo'ldi-da. Yerimizni terib oldi, yerimizni egallab oldi deydigan. Ham bizni ishlatdi deydigan. Endi shu bizniki kelib ba'zi bir norozilik qildigan ishlamaydigan tarixchilik, bu jihatda masalan bog'ormanchilik, shunda dehqonlar o'z ixtiyorimizga qo'ymadi. Bizniki tarixchiligimizga chepilib oldi. Bizim ixtiyori dehqonchilik qilib qo'ysaydi, mandaq Bizak ağırlığa yerleri var. Bizim şu Xanzul'da öz ihtiyarlığımız uçurak terikçilik kıssak deydiğen şu evallı var. Lekin ondağıma Xanzul yani yerli var diye bizimki rayonumuzga yani terik ondaq kirib alıyor. Ondaq eval yok. Beydi Ofşiranbır'ın imamları meclisi hakkındaki tonuşturuşu bayan kılınışça, Yanak bu yüzden asaslı kirim mənbələrdən biri bulup, bu yüzü 2011 yılı bağ məsluhatlarından 52 milyon 880 min yuan kirim qilgan. Bunun 41 milyon 980 min yuanini yanaq kirimi tashkil qilgan. Xitoy tashviqotlarida bu miqdor va nisbatning yaqinqi yillarda texnik yuksalganligi ma'lum. Ammo taqsimotda bu kirimdan qanchalik qismining yerlikka, qanchalik qismining Xitoy ko'chmanlariga yoki mazkur Xitoy shirkatiga taalluq bo'lganligi aloqador materiallarda qayd qilinmagan. Bu yilgi Xitoy xabarlarida yana Uyghur elini Xitoyning ochliq bexatarligiga kapolat qilish bazasiga aylantirish bilan birlikda Xitoydagi eng chong salmon beliqi yetishtirish bazasiga aylantirishga kirishganligi tilga ilingan. Kuzatuvchilar bu ahvolga qarab Uyghur majburiy emgak turining beliqchilik sohasidagi kengayish ehtimolligini faraz qilishmoqda. Anlayotganingiz Uyghur tilidagi erkin axborot munbiri, Erkin Asiya radiosi. 11 fevral günü Kamberadagi Avstraliya parlamentining zalida Avstraliya parlamentlar partiya ara Uyg'urlarni qo'llash korpusining rasmiy qurilganligini jakarlash marosimi o'tkazilgan. Bu Uyg'ur do'stlik korpusi Uyg'urlarning ovozini Avstraliya hukumatiga anglatish hamda Avstraliyaning Xitoy siyosatiga ta'sir ko'rsatishni maqsad qilib qurilgan. Marosimdan keyin mazkur Uyg'urlarni qo'llash korpusi qurishni tashabbus qilib kelgan bir qism parlament a'zolari Avstraliya Uyg'ur Tangirtaq xonim qizlar uyushmasi, Victoria Uyg'ur jamiyati qatorliq Uyg'ur tashkilot vakillari bilan maxsus suhbat o'tkazib, Uyg'urlarning talablarini anglagan. Tunda bu haqda muxbirimiz Gulchehra tafsiliy xabar berdi. 11 fevral günü Kamberadagi Avstraliya parlament binosida o'tkazilgan partiyalar ara Uyg'urlarni qo'llash guruhining rasmiy qurilish marosimi va suhbat faoliyatiga mazkur guruhning raislaridan parlament a'zosi Tony Zapiya va parlament a'zosi Andrew Wallis Avstraliya Uyg'ur Tangirtaq xonim qizlar uyushmasi bilan hamkorlikda sahibxonlik qilgan. Avstraliya parlamentidan mazkur guruhga a'zo bo'lgan har qaysi partiyalarning parlament a'zolari, Avstraliyaning har qaysi joylarida faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilot vakillari hamda bir qism Uyg'urlar bo'lib ko'p sonli kishi faoliyatga ishtirok qilgan. Murosimda Avstraliya parlament partiyalar ara Uyg'urlarni qo'llash guruhining raislaridan parlament a'zosi Tony Zapiya apandi radiomizga mundaq dedi. The Parliamentary Uyghur Friendship Group that has just been established here in Parliament House in Canberra. Parlamentdagi bu Uyg'ur do'stlik guruhi bugun Kamberada rasmiy qurildi. Bu guruhning qurilishi Avstraliyada yashayotgan Uyg'urlar va dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar uchun bir zo'r qadam. Chunki bu guruhimiz Avstraliyadagi Uyg'urlarning ovozini anglash hamda ularning ona vatanidagi Uyg'urlarning ovozini anglatishiga maydon hozirlashni, shu orqali Avstraliya hukumatining Avstraliyadagi va Uyg'urlar vatanidagi barliq Uyg'urlarning vaziyatini texnik yaxshi tushunishni ilgari surishni maqsad qildi. Understanding
of the issues that are important to both the Uyghur people back in their homelands and here in Australia. Avstraliya parlamentida bu guruhning qurilishi uchun yillardan beri harakat qilib kelayotgan Avstraliya Uyg'ur Tangirtog' xonim-qizlar uyushmasi Kamberadagi Avstraliya parlamentida o'tkazilgan bu marosimni birlikda uyushtirgan va faoliyat zalini mazkur jamiyatdagi aktiv Uyg'ur xonim-qizlarning chivarligi bilan Uyg'ur madaniyat puruqiga boy qilib yasagan. Zal Uyg'urlarning xoslik, milliy madaniyat alayidiliklarini, san'atini namoyanda qiladigan do'ppilar, atlas gullik buyumlar, Uyg'ur sozlari, uy saramjonlari bilan bezalgan, shundaqla Uyg'ur tatliq turma va mazalik choylar bilan intayin do'stona va ozodi kayfiyat yoritilgan. Dostluk kayfiyati ichida parlament a'zolariga Uyg'ur kimligi tunishtirilgan. Avstraliya Uyg'ur Tangirtog' xonim-qizlar uyushmasining raisi Ramila Chanishev xonim yumaloq ustal suhbatida so'z qilib, Avstraliya parlamenti partiyalararo Uyg'urlarni qo'llash guruhining qurilganligini, Avstraliyadagi Uyg'ur jamoati shundaqla butun Uyg'urlarga vakolatan qizg'in tabriklagan hamda u guruhining qurilishida kuch chiqargan parlament a'zolariga tashakkur bildirib, mazkur guruhining qurilishining muajiratdagi Uyg'urlarga bo'libmi, hali ham irqiy qirg'inchilikning qurboni bo'layotgan, kimlik, madaniyat, til va har jihatdan yo'qotishga uchrayotgan Uyg'urlar uchun intayin ahamiyatli ish ekanligini bildirgan. We are suffering. Every Uyghur here sitting here has a family member that's been affected. Shundaqla Uyg'urlarning bu do'stlik guruhining Avstraliya hukumatidan kutadigan 3 ochqishlik talabini o'tirg'a qo'ygan bo'lib, ular Uyg'urlar ustidan elib berilayotgan irqiy qirg'inchilikda bevosita qo'liba Xitoy amaldorlarini Magnitskiy qonuni bo'yicha jazolash, Uyg'ur qulluq amgigi badaliga kelgan Xitoy mollarining Avstraliyaga kirishining oldini oladigan kuchli qonun belgilash, qanotsiz qolgan Tailanddagi Uyg'urlarni o'z ichiga olgan Uyg'urlarga ega chiqish. We need to make sure that these international laws are applied across the board. U yana bu do'stlik guruhisidagi parlament a'zolarini Uyg'urlarning mazkur talablarining Avstraliya hukumatining qabul qilishi va tadbir elish uchun harakat qilishga chaqirgan. Musafir Uyg'urlarni Avstraliyaga qabul qilish haqida ayrim to'xtalgan Ramila xonim 60 mingdan ortiq Uyg'urning davlatsiz, boshpanasiz musafirlikda yashayotganligini, bo'libmi Tailandda, Saudiya Arabiston va Marokashda Xitoyga qaytarilish xavfida qolgan Uyg'urlarning jiddiy kishilik huquq yordamiga muhtoj ekanligini ta'kidlab, yaqinda Kanada hukumati 10 ming Uyg'urni qabul qilganligini jakaladi. Avstraliyaning uningdan yaxshi qila oladiganligiga ishonaman degan. Resettle 10,000 Uyghurs into Canada over the next few years. I know Australia can do a lot. Avstraliya Uyg'ur Tangirtog' xonim-qizlar uyushmasi raisi Ramila xonim ziyoratimizni qabul qilib, Avstraliya parlamenti partiyalararo Uyg'urlarni qo'llash guruhining Avstraliya parlamentida Uyg'urlar uchun qurilgan bir muqim guruhi bo'lib qolganligini bildirdi. Australian All-Party Parliamentary Group for Uyghurs degan boshqa davlatlardagi friendship group o'xshash, ammo bizningki bu guruh har qatim election bo'lganda dissolve bo'lmaydi, miniverdi. Şunun ichiga biz to'ldirib mangsak, politicianlarni bizni support qildigan, mangsak, lobby qilib nim qilsak, doim buyursa, imkoniyat boshladin. Uyg'urlarni izchil qo'llab kelayotgan, shundaqla mazkur Uyg'urlarni qo'llash guruhining qurilishida boshqishliq rol o'ynag'ichi parlament a'zolaridan Fatima Payman xonim murosimdan keyin radiomizga mundaq dedi. My commitment to the friendship group is that this is going to be an ongoing dialogue. I'll make sure that along with others. Bu Uyg'ur do'stlik guruhining qurilishining ahamiyati shuki, bu men va boshqa hamkorlikdagi parlament a'zolarining Avstraliya hukumatida davomlashtiradigan bir dialogi bo'lib qoladi. Do'stlik guruhidagi parlament a'zolari qatorliq xizmatdoshlarim bilan birga biz do'stlik guruhida o'tirib qo'yilgan 3 talabning e'tirof qilinishi hamda to'liq amaliylashishi uchun harakat qilamiz. Biz bu irqiy qirg'inchilikning uzun so'zilganligini, Uyg'urlar qartilgan milliy qirg'inchilikning Avstraliya va dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarga keltirgan azoblarni tonishimiz kerak. Biz parlamentda Uyg'urlarning ovozini kuchaytirish bilan tang Uyg'urlarga qarshi yuz berayotgan, shundaqla dunyoning har qaysi joylarida yuz berayotgan vahshiylik va ma'lumotchiliklarni oxirlashtirishga harakat qilishimiz lozim. It needs to be recognized. We need to elevate their voices in our Senate, in our Parliament.
and make sure Kamberadagi parlamentda o'tkazilgan mazkur Uyg'urlarni qo'llash guruhining qurilishiga qatnashgan Avstraliyadagi tashkilot vakillaridan Victoria Uyg'ur jamiyatining raisi Olim Osman apandi radiomizning ziyoratini qabul qilib mundaq dedi. Bu Uyg'ur do'st guruhisini qurish uchun bizniki Avstraliya Uyg'ur Tangritog' xonim-qizlar jamiyati yo'l mang'atqili 5 yilni oshdi. Nurg'un jafo mushaqqatga yo'ldan besib oxiri bugun mana bu Uyg'ur do'st guruhi Avstraliyaning hukumat ishida rasmiy qurildi. Qurilishdagi asosli maqsad shu Uyg'urlarningki ovozini shu do'st guruhi sahnasi orqali Avstraliyaning hukumatiga anglatish. Yeni shu Xitoy Kommunist partiyasininki Uyg'urlarga qarata elib berayotgan insoniyatga qarshi jinoyati va irqiy qirg'inchiligini Avstraliyaning hukumatida anlatib, shu orqali Avstraliya hukumatining shu Xitoyga qarshi tashqi siyosatida bir o'zgarish paydo qilish maqsad qilib bu guruhni qurib chiqdik. Bu jihatda Amerika va boshqa davlatlar bu Magnits qonunini yo'l qo'yib, Xitoylarningki amaldorlarini shu Uyg'urlarga qarata jinoyat elib berayotgan amaldorlarni jazolayapti. Hamda Avstraliya bu jihatda haqiqatan oqida. Bu bizning qo'ygan ikkinchi talabimiz bo'ldi. Bilishimizcha, Avstraliya parlamentida qurilgan bu partiyalararo Uyg'urlarni qo'llash guruhi parlament a'zolarining Avstraliya hukumatiga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan aloqasi bo'lgan Xitoy ma'murlariga jazo yurgizish, Avstraliya Xitoy savdo kelishimlari va bu kelishimlarni ijro qilayotgan Xitoy shirkatlari ma'murlarining Uyg'ur majburiy amgigi bilan munosabatda bo'lganligini jazolash qarorlarini elishiga turtki bo'lish, muhojiratdagi Uyg'ur musofirlarini qo'yniga elishga harakat qilish, Avstraliyadagi Uyg'ur jamoatining talablariga ijobiy tadbirlar orqali javob qaytarish uchun harakat qiladi ekan. Bu partiyalararo Uyg'urlarni qo'llash guruhining qurilishining oldida Amerika, Kanada, Fransiya va Yaponiya, Tayvan hamda Germaniya parlamentlarida shundaqla Yevropa ittifoqidimi o'xshash maqsadda Uyg'urlarni qo'llash uchun do'stlik guruhlari qurilgan edi. Tayyorlik chekra. Diqqat berganingizga rahmat. Bir qism kishilar Xitoy mollaridan tamojna beji elish Amerika iste'molchilariga texmi ko'p chiqimlarni yuklaydi. Shundaqla Amerika Xitoy orasida davom qilayotgan savdo urushida g'alaba qiladigan taraf bo'lolmaydi desa, yana bir qism kishilar Amerika davlat xavfsizligi uchun ketadigan bu chiqim, ya'ni badalni to'lashga arziydiganligini ilgari surmoqda. Undaqda bu savdo urushini yaqindan kuzatayotgan mutaxassislar bu haqda nima deydi? Tanda diqqatinglar muxbirimiz Uyg'urning bu haqda tayyorlagan programmasida bo'lg'ay. Amerika Xitoy orasidagi savdo urushini yaqindan kuzatayotgan mutaxassislar Xitoy mollaridan tamojna bejelish mol bahosini o'rnatib, Amerika iste'molchilariga ba'zi chiqimlarni yuklasimi, lekin Amerikaning Xitoyning ko'plab foyda oladigan Amerika bozoriga kirishini to'sish orqali davlat bexatarligining yaxshilanishi uchun badal to'lashga rozi ekanligini ilgari surmoqda. Shuning bilan bir vaqtda bu savdo urushida Amerikaning g'alaba qilganligini ko'rsatmoqda. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy mollariga 10% boj qo'yib, buni o'tgan hafta rasmiy ijro qilishining orqasidan Xitoy savdo ministrligi Amerikaning PVH guruhi yetakchiligidagi Calvin Klein va Tommy Hilfiger shirkatining Xinjiang paxtasini sotib olishdan o'zini qochirganligi uchun ishonchsiz shirkatlar tizimligiga kirgizganligini e'lon qilgan edi. Shuning bilan bir vaqtda yana Xitoy Amerikaning Illumina biotexnika shirkatini ishonchsiz shirkatlar tizimiga kirgizgan. Uningdan boshqa Xitoy hukumati 4-fevral kuni Amerikadan import qilingan xom neft, suyuqlantirilgan tabiiy gaz, dehqonchilik mashinalari va tanlangan boshqa mahsulotlarga 10% dan 15%gacha tamojna bejini oldiganligini e'lon qilib, buni 10-fevral kunidan boshlab kuchga ega qilgan edi. Bularning hammasi Xitoyning Amerikaga qaratgan o'chilish xarakterlik javoblar hisoblanadi. Prezident Donald Trump Xitoy mollariga 10% boj qo'yib, buni o'tgan hafta rasmiy ijro qilishning orqasidan 9-fevral kuni yana chet el po'lat temir va alyumin mahsulotlariga 25% boj qo'ydiganligini e'lon qilgan edi. Bu Xitoyning Amerikaga qaratgan po'lat temir va alyumin eksportiga og'ir zarba beradi deb qaralmoqda. Amerikadagi Rand siyosat tadqiqot markazi strategiya va xavfsizlik mutaxassisi Dr. Raymonko radiomiz ziyoratini qabul qilib, bu haqda ko'z qarashini ifodalab, mundaq dedi.
The Chinese have imposed their own tariffs on the United States, in particular Calvin Klein, Tommy Hilfiger, and other kind of brands. We will probably expect this going forward, that the United States might impose certain types of... Xitoy Amerikaga o'zining tamoyna bejini, ya'ni o'zining jazosini yo'l qo'ydi. Xitoy bo'libmi Calvin Klein, Tommy Hilfigerga jazo yo'l qo'ydi. Qaraydigan bo'lsak, Amerika Xitoy tovarlarga belgilik bir tamoyna beji yo'l qo'ydigandek turadi. Menimcha, Temu va Sheinning Amerikadagi savdo yo'chigidan foydalanib, mal eksport qilishga cheklim qo'yilg'achqa, Xitoy konkret shirkatlar bo'libmi siyosiy jihatdan muhim sohalarga qarshi nishonli holda cheklimlarni yo'l qo'ydi. Bu energiya, ya'ni neft yoki tabiiy gaz, dehqonchilik mashinalari sohalarini o'z ichiga oldi. Xitoyning po'lat to'mirlaridan bajilish Amerikadagi turalg'u va mashinalarning tannarxini oshirib etadi. Chunki bular halqiliq materiallar bo'lib, mashina yasash va uy solish uchun bek zarur. Xitoylar har xil sabablar tufaylidan bozorda hukmronlik qilyotidi. Ishining haqiqiy yeri shuki, ular amaliyotda bozorga hukmronlik qilyotidi. Shunga buningga tamoyna bejilish Amerika iste'molchilariga texnik ko'p chiqimlarni yuklaydi. The Chinese are dominate the market for a whole variety of reasons. But the very fact of the matter is that they actually dominate the market. And so imposing tariffs on that imposes higher costs on the American consumer. President Donald Trump'ның yeni tamoyna beji, yeni Amerika kelgan barliq Xitoy mallaridan 10% tamoyna bejini qo'shib berish 2 fevral seshanba kunidan boshlab yo'lga qo'yilgan edi. Buningga asoslanganda Amerika Xitoy tamoyna bejiga mansub mahsulotlarning tamoyna beji kechirim qilinib sotilishini cheklagan. Shuningdek, $800 bo'lgan posilka, ya'ni xaltalarning buningdek tashkilmasdan va boj qo'yilmasdan Amerikaga kirishiga yo'l qo'yilmaydigan bo'ldi. Xitoy qarshi yangi yo'l qo'yilgan tamoyna bejining Amazonga yangi fursatlarni olib kelib, Temu va Sheinga o'xshash Xitoyning tor orqali parcha setish shirkatlarining Amerikadagi savdo yutuqini suiiste'mol qilish orqali tez suratda taraqqiy qilishining oldini oldi ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Go Jiakun 10 fevral kuni Beijingda o'tkazilgan muxbirlarning kutilish yig'inida savdo urushi yoki tamoyna urushida g'alabalik qiluvchilarning yo'qligini aytib mundaq degan. Bu har ikki davlatning manfaatiga ziyon yetkazdi. Hozir ehtiyoj bo'lgani tamoyna bejini bir taraf yo'l qo'yish emas, balki barobarlik va o'zaro hurmat qilishni asos qilgan suhbat va kengashish zarur. Biz Amerika tarafining xato harakatini to'xtatib, iqtisodiy va savdo masalalarini siyosiylashtirish va qurollantirishdan saqlanishni talab qilamiz. Bundaqda Amerika Xitoy orasida davom qilayotgan savdo urushi Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Go Jiakun degandek, bu har ikki davlatning manfaatiga ziyon yetkazamdi. Bu savdo urushida Xitoyning g'alaba qilish ehtimoli bormi? Amerikadagi siyosiy analizchi Dr. Underscore savolimizga javob berib, Amerika davlat bexatarligining yaxshilanishi uchun ketadigan bu chiqimni, ya'ni bu badalni to'lashga rozi ekanligini o'tirib qo'yib, mundaq dedi. Yo'q, Amerika po'lat ko'mir shirkatiga o'xshash ba'zi shirkatlar Amerikaning chet el po'lat ko'mir shirkatlari qo'ygan tamoyna bejining yordami bilan ko'p foydalanadi. Bir qism orqali strategik tovarlarni ishiltish jihatda o'z-o'ziga tayanishni kuchaytirganlik sababidan Amerikaning davlat bexatarligimi yaxshilandi. Xitoy, Kanada va Meksikaning Amerika qilgan eksporti Amerikaning bularning har biri qilgan eksportidan ko'p. Shunga ularning Amerika qarshi tamoyna beji qo'yish kuchi ojiz. Trumpning birinchi vazifa o'tash muddati ichida Xitoy qarshi yo'l qo'ygan tamoyna beji pul paxalligini faqat 0.125% o'stirdi. Masalan, bu $100 bo'lib pishirish duxovkasi aran 25 sent o'sdi deganlik. Menimcha, Amerika ta'minlash zanjirimizni Xitoydan yiroqlashtirib, Xitoyning foydalangan bozorimizga kirishini to'sish orqali davlat bexatarligining yaxshilanishi uchun ketadigan bu chiqimni, ya'ni bu badalni o'tashni xohlaydi. Amerikadagi siyosiy analizchi Gordon Chang Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Go Jiakunning so'zlariga raddiya berib, mundaq dedi. Xitoy hokimiyatining nima deyishidan qat'iy nazar savdo urushida g'alaba qiluvchilar bor. Normalda savdodagi qizil raqamni boshqara olgan cho'ng iqtisodga ega davlatlar bu savdo urushida g'alaba qila oladi.
Xitoyning iqtisodiy Amerikaga qaraganda kichik va savdo aktiv balansi, ya'ni Xitoyning Amerikaga qilgan eksport qiymati uning eksport qiymatidan 295,4 milliard dollar ortiq. Xitoyning qat'iy irodalik Donald Trump bilan savdo urushida g'alaba qilish ehtimolligi yo'q. Davlat ichida uning obro'yi nihoyat yuqorilayotdi va xalq uning tarafida. U bu yo'ldan qat'iy yonmaydi. Qadrli radio anglag'uchilar, bu programmani Washingtondan Uyg'ur tayyorladi. Amerikaning BDT kishilik huquq kengashidan chekinib chiqishining Xitoyga fursat yaratib beradigan bamaydığılığı diqqat qo'zg'ayotgan masalalarning biri bo'lmoqda. Bu o'z navbatida yana xalqaro turli andishlarni qo'zg'agan. Tuanda Shveysariyada turishliq ixtiyoriy muxbirimiz Habibullahning bu vaqtda tayyorlagan tafsiliy xabari diqqatinglarda bo'ladi. Amerika hukumati BDT kishilik huquq kengashidan chekinib chiqish qarorini bildirgandan keyin BDT kishilik huquq kengashining bundan keyingi ishlari qandoq bo'ldi? Amerikadan qolgan bu bo'shliqni Xitoy, Iran va Rossiyaga o'xshash diktator davlatlar to'ldiramdi degandek andishlar maydonga kelmoqda. Amerika hukumati birinchi qatimliq Trump davrida bu kengashdan chekinib chiqqan vaqtdami xalqaroda mushundoq andishlar paydo bo'lgan edi. Shu chog'da Amerikadan qolgan bu bo'shliqni kommunist Xitoy to'ldirishga uringan va BDTni o'z ta'sir ostiga olishga uringan edi. Biz bu haqda fikrini olish uchun Markaziy Germaniyadagi tahdid ostidagi xalqlarni qo'g'dash tashkilotidan doktor Hanno Shadlarni ziyorat qildik. U radiomizning ziyoratiga javob berib, mundoq dedi. China is constantly trying to subvert the internationally accepted human rights norms and mechanisms. Xitoy hukumati davomli Birlashgan Davlatlar Tashkilotida xalqaro birdek e'tirof qilgan kishilik huquq qimmat qarashlarini o'zgartirishga urinib kelyapti. Xitoy hamisha kishilik huquq masalasini davlatning ichki ishi, boshqa davlatlarning aralashish huquqi yo'q deganni ta'kidlayapti. Navbatda Amerikaning bu kengashdan chekinib chiqishi Xitoyning bu qarashlarini BDT sistemasiga singdirishi uchun qolaylik fursat yaratib berdi. Bence bundan keyingi kishilik huquq yig'inlarida buning ifodasini ko'rishimiz mumkin. Amerika hukumati 2018-yili 6-oyning 19-kuni BDT kishilik huquq kengashidan chekinib chiqish qarorini e'lon qilgan bo'lib, mazkur kengashning Isroilga qarshi mavqe tutishi va kishilik huquq ahvoli eng nachar davlatlarning bu kengashga a'zo bo'lishini buning sababi qilib ko'rsatgan edi. New York Universiteti qonun fakultetining mudiri doktor Jerome Cohen bu vaqtda 2018-yili 6-noyabr e'lon qilgan bir maqolasida Amerikaning BDT kishilik huquq kengashidan chekinib chiqishidan keyin Xitoy hukumati BDTda o'z ta'sirini kengaytirishga, iqtisodiy munosabat Xitoyni BDTga a'zo 3-dunyo davlatlarini kontrol qilishga uringanligini o'ttirib qo'ygan edi. Biz bu munosabat bilan davomli BDTda faoliyat olib berayotgan Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi Zumratay Erkinni ziyorat qildik. U radiomiz orqali o'zining bu vaqtdagi ko'z qarashlarini anglarmanlar bilan o'rtoqlashdi. Bir qancha kun yog'i Amerika hukumatining BDTning kishilik huquq kengashidan chiqib ketganligi to'g'risida xabarlar chiqyapti. Amerika kishilik huquq kengashining ichidagi hozirgi bu yildagi a'zo emas. Hamda bu Xitoy, Rossiya va Irondagi diktator davlatlarga qanday bu fursat yaratildi deganda, albatta Amerikaning bundoq muhim xalqaro organdan chiqib ketishi, chekinib chiqishi yoki buningdan keyin kirmasligi mushu davlatlarga fursat bo'lib, bir-birini texmi qo'llab, irqiy qirg'inchilik bo'lsin va yoki kishilik huquqlar qo'g'daydigan qo'g'duvchilarning yo'lini to'sash bo'lsin, mushuning birlikda ishini osonroq qila oladi deb bilsak bo'ldi. Bundan sirt abay degandek Xitoy va boshqa diktator davlatlarning va yoki bularning o'zlarining yolg'on propagandasi texmi kuchli. Xitoy hozirgacha BDTda bo'lsin, xalqaroda bo'lsin, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining yo'qligini ifodalab, o'zlarining propagandasini mushundoq sahnlarda ifodalab keldi. Xitoyga o'xshash boshqa diktator davlatlar mushuning ishlab kelyapti. Demak, buningdan keyin Xitoy mushu propagandasini texmi kuchlantirish mumkin Amerika yo'q sharoitda. Mutaxassislarning qarashicha, Amerikaning BDT kishilik huquq kengashidan chekinib chiqishi kishilik huquqi bo'lgan bitaraf
talep kuzatishning tövellishini, diktator davlatlarning kishilik huquq kengashining qarorlariga ta'sir ko'rsatishga urinishini, shundaqla BDT kishilik huquq kengashining kuchi va obro'yining o'zgarishini keltirib chiqarishi mumkin ekan. Bu qaror o'z navbatida yana boshqa g'arb davlatlarining Amerikaga agishishi, buning natijasida mazkur kengash qarorlarining unimining tuvallab ketishi, kishilik huquq dafsandichiliklari bilan tanqidga uchrab kelayotgan davlatlarning buningdan o'zlariga fursat chiqarishni paydo qilishi mumkin ekan. Dunyo Uyg'ur qurultayining sobiq raisi Dulqin Aysamo o'zining ko'z qarashlarini o'tirib qo'yib, bu ahvolda Xitoy garchi BDTda kishilik huquq kengashida bizning ovozimizni tamoman o'chirolmagan taqdirdami, ammo yanala ba'zi ovorchiliklarni elib kelishi aniq dedi. Dulqin Aysa yana o'zining bu vaqtdagi andishlarini ta'kidlab o'tdi. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashidan chekinib chiqishning o'zi Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi olsun ve başka münasebetlik organlarda o'zining egirligini aşırış, uyaga singib kirish, uni kontrol qilishga zemin hazırlab beradigan bir karar. Çünkü birinci qatimliq Trump hükümeti davrida bir kishilik huquq kengashidan chekinib chiqqan Xitoy buni fursat bilib o'zining nurg'unlagan odamlarni bu yerga so'qdi, kirgizdi ve başka kishilik huquq kengashiga a'zo davlatlarga nisbatan o'zining iqtisodiy va diplomatik besimlari bilan kishilik huquq kengashida o'ziga qarshi ovozlarning chiqishining oldini olish uchun harakat qildi. Albatta tamamen to'sab qolmaydi. Biz shu vaqtlardami Dunyo Uyg'ur qurultayi bo'lsin, boshqa Uyg'ur tashkilotlari, Tibet, Hong Kong tashkilotlari hamkorlashib kishilik huquq kengashida yana ovozimizni chiqarishga, harakat qilishga, Xitoyning olib berayotgan irqiy qirg'inchilikni kun tartibga keltirishga tirishib keldik. Ba'zi natijalarni qo'lga keltirdik, ammo lekin Xitoyning besimining bu yerdan eg'ir bo'lganligiga, ba'zi faoliyatlarimizda qiyinchiliklarning bo'lganligiga shohid bo'ldik. Bu qadam takrar undan chekinib chiqishi yana o'xshash qiyinchilikni olib keldi. Albatta Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining hozirgi vaziyati o'zining qurilish maqsadlaridan ko'p uzab ketgan, Xitoyga o'xshaydigan avtoritar diktator davlatlar ko'p sonliqni egallab olish orqali kishilik huquq kengashining haqiqiy o'zining xizmat prinsipi, funksiyasi va maqsadlarini to'liq amalga oshirish nurg'unlagan avorchiliklarni ekayotganligi bir reallik. Ammo shunday bo'lsa-mu, yana dunyoning munosabatli masala, kishilik huquqqa oid masalalar yana muzokara qiladigan bu minbar muhim. Amerikaning bundan chekinib chiqishining asosiy sabablari bu kengashning o'zining qurilish maqsadlaridan uzoqlashib ketganligi, buning bir hech nima hal qilinmaydigan bir organ bo'lib qolganligidan iborat, vaqt isrofchiligidan iborat bu reallikni ko'rsatib chiqib ketib bordi. Aslida buning da haqsiz emas, haqli taraflari bor. Lekin yana bu yerda Amerika boshqa g'arb davlatlari va demokrat davlatlar kishilik huquq e'tibordigan davlatlarning bu minbarda turishi Xitoydagi diktator davlatlarga ko'p fursat yaratib bermasligi uchun intayin muhim edi. Bu haqda o'z andishisini bildirgan doktor Hanno Shadler yana mundoq deydi. The United States was so instrumental in making sure that the world knows about the Uyghur genocide. Amerika amaliyotda Sharqiy Turkistonda davom qilayotgan Uyg'ur qirg'inchiligini dunyo sahnasiga elib chiqishda eng zo'r kuch chiqargan davlat. Albatta, Yevropa Ittifoqi, Angliya, Kanada, Avstraliya, Yaponiya va boshqa bir qism davlatlarmi Uyg'ur masalasida kishilik huquq kengashida yanada kuchli ifodalarda bo'layotdi ham g'amxo'rlik qilayotdi. Ammo bu davlatlar o'zlarining Xitoy bilan bo'lgan savdo va iqtisodiy munosabatlar sababidan Amerika bo'lmagan ahvolda bu kengashda yanada kuchli sado chiqara olishi qiyin bo'lib qolishi mumkin. Bu programmani Shveysariyadan Habibullah Izchi tayyorladi. Uzun yillardan beri Qozog'istondagi Quddus Xo'jamiyarov nomidagi Davlat akademik Uyg'ur muzika komediya teatrida ishlab, sharaf bilan pensiyaga chiqqan atoqli naqshchi va xalq artisti Nurbuvi Mamatova yaqinda olamdan o'tgan. Tanda Qozog'istonda turishliq ixtiyoriy muxbirimiz O'yg'ondan bu vaqtdagi tafsiliy xabarni anglaysizlar. 10 fevral günü Almatı'da Kazakistan'ın halk artisti, ataklık nakşçı Nurbuvi Mamatova 89 yaşında alemden öttü. Merhumның cinaza namazı şu günü Almatı şehrinin Köktem rayonuna joylashgan uyida o'qildi. Onunla merhumның kasbdoshlari, urug' tuqqanlari, san'at havaskorlari va yurt jamoat qatnashdi. Nurbuvi Mamatova kichik chog'larida Uyg'ur elidan sobiq Sovet ittifoqiga ko'chib chiqqan bo'lib, uzun yillar hozirgi Quddus Xo'jamiyarov nomidagi Davlat akademiyalik Uyg'ur muzika komediya teatrida ishlab, hurmat bilan dam olishga chiqqan edi. U o'z xalqining yuksak hurmatiga sazovor bo'lgan va xalq suygan san'atkordir. Nurbuvi Mamatova asosan Uyg'ur xalq naqshlarini o'rnash bilan xalq orasida dong chiqargan. Merhumның jinoza namazida so'zga chiqqanlar Nurbuvi Mamatovaning talanti, Uyg'ur milliy san'atining rivojlanishiga qo'shgan töhfasi, insoniy hislatlari haqida so'zlab o'tdi.
Uning vafotining faqat Uyg'ur san'ati uchunla emas, balki san'at sohasi uchunmi yo'qotish bo'lganligini bayon qildi. Uyg'ur teatrining tanilgan artisti Alimjon Aysayev so'z elib bunday dedi. Bizning xalqimiz haqiqatan bunday bulurimiz bilan haqiqatan mag'rurmiz. Bunga loyiq bütün hayotini bizning san'atimizga bag'ishlagan, o'zi emas bütün oilasi bilan Zeynal akam boshliq bo'lsa, bolalarini, navirlarini hammasini san'atsevar qilib, haqiqiy san'atkorlar qilib xato qo'shdi. Demak, ularning hayot tuguni yo'q. Ularning hayotdagi davomlashyapti. Bollar ortida. Yan bir yere bunda xalqning hurmati sazovor bo'lgan odamlar dunyoda mingdan, milliondan, 100 mingdan bir chiqsa bo'ladi. Bu o'zining amgigi bilan, haqiqiy bizning san'atimizni sevar, kulgi bilan millatimizni, xalqimizni bütün dunyoga desam bu xatolik ketaman. Bu yakın yerdagi boshqa chet ellarga konuşturib, manda haq bo'lgan bu. Manda haqning manda bulur bo'lgan bu deb konuşturgan bu hadimizga beshimizni ilgib turib, Musulmonlar oilasiga ta'zim qilib hozir. Bu ham yolg'iz naqsha etmedi. Bu bulbulmidi. Dramlardan o'yindi. Biroq har bir qilgan ishi loyiga yetkazib, xalqning ko'ngliga yetkazib shunday o'tdi. Qozog'istondagi tanilgan tijoratchilardan Ahmadjon Shardinov bilan Dilmurod Qo'ziyevlarmi so'z qilib, Nurbibi Mamatovaning Qozog'istonda emas, balki qo'shni davlatlardami nomini mashhur bo'lganligini, cho'ng yoshligilar bo'lsin, yoshlar bo'lsin, uning naqshlarini suyib qilishadiganligini bildirdi. Nurbibi Mamatova 1936-yili Uyg'ur elining G'o'lji shahrida dunyoga kelgan. U kichigidala san'atga ishtiyoq bog'lab, 16 yoshida kasbiy sahnadagi faoliyatini boshlagan. Nurbibi Mamatova 1958-yili oilasi bilan Sovet ittifoqiga, ya'ni Qozog'istonga ko'chib chiqqan. U ko'p vaqt o'tmayla Uyg'ur teatriga xizmatga qabul qilinib, san'at hayotini davomlashtirgan. Nurbibi Mamatova faqat usta bir naqshchi bo'libla qolmasdan, sahna asarlarining har xil janrlarda ustalik bilan rol elib, teatr sohasidami tanilgan. Ya'ni g'ayrat san'at dramasida Ayim Malika, Qashqar qizida Yanga, Anarxonda Qushnoch va boshqa asarlarda o'ynagan rollari bilan xalq orasida tanilgan. Radio ziyatini qabul qilgan Uyg'ur teatri qarmog'idagi Nava folklor ansamblining badiiy rahbari Niyozjon Tursunov apandi Qozog'iston Uyg'ur san'atining ig'ir judolikka uchirganligini o'tirg'a qo'yib, mundaq dedi. Bütün anlık hayatını nisbeten bu sanatga Uyg'ur teatri bag'ishlagan hadimizdan beri. Men aytmizdan 45 yil mobaynida ishlashga muyassar bo'ldim. Men shundan faxrlanaman. Meni tarbiyalab chiqqan, kelajakdan bir Nava ansambl rahbar bo'lsa deb meni umidlantirib ishlash jarayonida Zeynal akam bilan chiqsa ko'p maslahat bergandi. Albatta shu oxirida hozir men Nava ansambl rahbari hijrlar bo'lib ishlayapman. Lekin Nurbadimizning o'rni olaydi. Nurbadam aytgan naqsha bu tushundirish bo'lmaydi, qanday desam bo'ldi, barliq vujud bilan o'zining ishqi bilan har bir naqshini shunday o'rindadi. Biz hozirda ana shuni berilib deb chaladi. Niyozjon Tursunov yana mundaq dedi. Masalan, fevral mart oylarida biz Turkmanistonga ketib, oylab shaharda gastrol bo'ladi. Bir Nurbadam o'zi bir konsert yapmoqda. Har xil millatning naqshlarini o'rnatdi. Bosim Turkmancha naqshlarni aytgan paytda Turkman xalqi o'rnidan turib chaladi. Hozir esimda 1984-yil biz Qudus jamiyatining rahbarligida Pokistonga gastrol safari bo'ldik. Ana shu paytda Pokiston prezidenti Ziyaul Haq Nurbadam chiqib naqshlarni o'rnidan turib chalgan. Bir guldasti chiqib, ana ichiga o'zining vizitini sepishga shuna deganda men hayotimda birinchi qator mashhur ovozini tinglayapman. Nima degan yaqinlik, nima degan odamga ilhom beradigan ovoz bu deb intayin çok hurmat ko'rsatgandi. O'zimizning Sharqiy Turkiston bo'lgan gastrolda Nurbadam bo'lgan hurmat, xalqning bo'lgan olqishi intayin cho'ng. Har bir mamlakat bo'lgan paytda Nurbadamning aytgan naqshlari bilan xalq intayin rozi bo'ladi. Nurbibi Mamatova Nava ansamblining bosh naqshchisi sifatida O'rta Osiyo Jumhuriyatlarida, Rossiya, Pokiston, Portugaliya, Uyg'ur eli qatorliq ellarda ijodiy safarlarda bo'lgan. U qozoq, qirg'iz, o'zbek, tojik, turkman, qoraqalpoq, hindi, Koreya, Moldovan xalqlarining naqshlarini aytib, cho'ng hurmat qozongan. Bo'libmi uni ijrosidagi Anamga, Ishqingda, Gulayim, Praqinda qatorliq ko'plagan naqshlari Uyg'ur xalqining nodir naqshlariga aylangan. Radio miziyatini qabul qilgan Qozog'istonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, Uyg'ur teatrining artisti Nuralim Boris apandi Nurbibi Mamatovaning 80 yilligiga bag'ishlangan marosimdagi cho'ng konsertga qatnashganligini eslab o'tdi. Nurbadam boshqa naqshlarga o'xshamaydigan yeri, boshqa bizning cho'ng orasida qolgan nurlar ko'p ijodiy naqshlarni aytdi. Zeynal akamning, Ikrim akamning, Selma akamning naqshlarini hammamiz populyar, yaxshi ko'rgan naqshlar. Özüm demizden to'nt
3 aylarda keletken de. Şimdi Türkmenistan'a verip, üyeni bitirip, Kırgızistan'a kelip, Özbekistan'ı bitirip, bez bir yılları da 3 ay, 4 aylar gitti kalmadı ki. Şu anda şu Habib abi işki oğul var mı? İnternetle sözleşip, internet kokulup gitti ki. Bana biz balların baştaki capalar bilen bir katakı kegendeki, onunki ulan üye ekvalatı kence şu vakit sözleşip, esnafka sulat boğan der sözle bir zamanla beraber, naip bir küçük talantı kayan dedim. Ataklı kompozitör piyasının barat, Anadolu'nun nakışları var. Bevapa diye nakışlar. Şu Bevapa'nın nurgun adamla itkan müşküllerini itkanlar var. Bırak, nürbedemdek itkan adamla ağlamıyorum. Düzem şahsa düzem yapmadım. Şünçülük mağlum ve itkan. Ahamamışlar küçük denir bedem. O merhum sanatkar Nurbi Mehmetovanın nakışlarında icadilik, millilik ve halk nakışlarına has bedi purakның intayın yuqurluqını, şoňama onu halkımız yaqtırgan ve söygen sanatkarga aylangalqını ta'kidlep ötdi. Şundaqla onunğa yuqori baha berdi. Nuralım Barisov, Nurbi Mehmetovanın sahne eserlerdimi, rol algan kinolardimi özünü talantlik artist sifatida ko'rsatganligini, özünü onundan köplüge yaxshi maslahatlarni alganligini ta'kidledi. İlgilişimizce, Nurbi Mehmetovanın emgiki Kazakistan hükümeti tarafından yukarı bahalanıp, bir neçe qitim fəxri yarlıqlar ve medallar bilen taqdirlengen. O 1971 yılı Kazakistan Cumhuriyeti'nin hizmet gösteren artisti, 1984 yılı Kazakistan Cumhuriyeti'nin halk artisti namlarına müyesser olgan. Hürmetlik radyo anlaşılar, bu programını Almuta'dan oygan teyit edildi. Türkiye İyi Partiyasının Ankara vilayeti məsulü sabiq parlament əzası Yener Yılmaz əpəndi Türkiyədəki ixtiyari muxbirimiz Erkin Tarımның ziyaretini qabul qılıb, Uyğurlar məsələsi haqidagi ko'z qarashlarını radio anlıqçılarımız bilan ortaqlaşqan. Tönde bu söhbət haqidagi təfsili xəbərini anlaysızlar. Qurulğan günüdün tatib Türkiye'de Uygurlarını qollab kelivatqan İyi Partiyasının Ankara vilayeti məsulü Peshqadam Siyasion sabiq parlament əzası Yener Yılmaz əpəndi partiyasının binasidagi ishxonasida ziyoratimizni qabul qilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun Turkiyada jamoat fikri to'playdiganligini, bu orqali Türkiye hükümetini hareketga o'tkazishga tirishadiganligini ta'kidladi. Yener Yılmaz əpəndi o'ttir maktabdagi vaqtidan tortib Türk dunyosiga, bo'libmi Sharqiy Turkistonga qiziqishga boshlaganligini bayon qildi. O mundaq dedi: Liseli yıllarda ve bizim o zamanki en büyük sloganımız esir Türkleri kurtarma sloganıydı. Men yosh vaqtimda qiziqishga boshlagan edim. O yillarda esir Türkiye xalqlarini ozod qilayli
şuvar astida faoliyat qilatdik. Biz Sharqiy Turkistonning erkinligi va mustaqilligi haqida har xil faoliyatlarni uyushtiratdik. Turkiya mu boshqa davlatlarning tajovuziga uchragan edi. Lekin barliq Türk xalqi birlik va ittifoqlik ichida ularga qarshi jang qilib Türkiye Cumhuriyetini qurgan edi. Sharqiy Turkiston xalqining ittifoqlashib Xitoyga qarshi elib berayotgan ozodlik kurushining cho'qim g'alaba qildiganligiga ishonaman. Men to'liqsiz o'ttir maktab vaqtimdan tortib Sharqiy Turkiston masalasiga ko'ngil bo'lib kelyapman. Parlament a'zosi bo'lgan vaqtimda Sharqiy Turkiston masalasi to'g'risida Xitoy rahbarlari bilan so'zlash uchun Turkiya-Xitoy do'stlik guruhida o'rin olib, Xitoy siyosatchilari bilan bo'lgan uchrashuvlarda Uyg'ur masalasini o'ttirg'a qo'ygan edim. Ular menga Uyg'urlarning baxtlik yashayotganligini deb yolg'on tashviqot qilgan edi. Yener Yilmaz apandi oldi bilan Xitoyning o'zining Uyg'urlarga qarata elib berayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini e'tirof qilishi kerakligini ta'kidlab mundaq dedi. Uygurların bu soykırım mücadelesinde, haklı mücadelesinde bırakın Türkleri, bütün insanlık bir olmalı ve haykırmalı. Artık çağımızda 2025 yılında bu tür soykırımlar bitmeli. Uygurlarning irqiy qirg'inchilikqa qarshi haqqoniy kurashida Türk xalqila emas, balki bütün insanlar birlashib bu irqiy qirg'inchilikqa qarshi noroziligimizni bildirishimiz kerak. 2025 yilga kirgan bu kunlarimizda irqiy qirg'inchilik bo'lmasligi kerak. Uyg'ur turkları Türk İslam medeniyetiga, jumladan dunyo medeniyetiga zo'r to'p qo'shgan bir millat. Bütün insoniyat Uyg'urlarni qo'llashi, irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun kuch chiqarishi kerak. Xitoy hukumati mu insoniyatga qarshi bu jinoyatini e'tirof qilish kerak. partiyasi 2018 yılı kurulgan bulup, kurulgan günden tatip Uygur meselesini Türkiye parlamentide izchil halda oturga koyup Uygurlarını kollaydıganlıqını ta'kidlab kelmekte. Yani yaxshi partiyasi ötkende iki qatim Uygurlar to'g'risida qonun loyihasi sungan bo'lsa-mu, lekin bu loyiha hokimiyat beshidagi Adalet ve Taraqqiyot partiyasining parlament a'zolari bilan ularni qo'llayotgan Milliyetçi Hareket Partiyasi parlament a'zolarining qarshi chiqishi bilan rad qilingan edi. Yener Yilmaz apandi Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan zulmini, irqiy qirg'inchilikqa aylangan siyosatini Türkiye jamoatchiligiga anglatish, buningga Türkiye hukumatining diqqatini tortish uchun Ankara'da har xil faoliyatlarni uyushtirganligini, bu orqali Türkiye hukumatini harakatga o'tkazishga tirishadiganligini ta'kidlab mundaq dedi. Şimdi İyi Parti'de biliyorsunuz dış Türklerle ilgili bir genel başkan yardımcılığımız var. Ma'lum bo'lganidek partiyamizda chet eldagi Türkiye xalqlarga mas'ul muavin raislik var. İyi partiyasidan bo'lgan har bir parlament a'zosi, har bir partiya a'zosi va bizni qo'llovchilar Uygur meselesiga ko'ngil bo'ldi. Partiyamiz ikki qatim Uyg'urlar to'g'risida qonun loyihasi sungan edi. Lekin bu hokimiyat beshidagi partiya bilan uni qo'llovchi partiyaning parlament a'zolarining qarshi ovoz berishi bilan rad qilingan edi. Partiyamiz kuchlansa, hokimiyat beshiga kelsak, Uyg'ur meselesiga texmi zo'r to'hfa qo'sha olamiz. Hozircha biz qila oladigan ishlar Anqaradagi 24 nahiyada Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi to'g'risida har xil faoliyatlarni o'tkazish orqali, jamoat fikri to'plash orqali hukumatni harakatga o'tkazishdan iborat. Yener Yilmaz apandi o'zlarining dunyoning har qaysi joylarida faoliyat olib berayotgan, bo'libmi Turkiyada faoliyat olib berayotgan Sharqiy Turkiston ommaviy tashkilotlari bilan hamkorlashishga tayyor ekanligini, partiyasining Ankara'nın 24 nahiyasida şöbəsinin barlığını, bu yerlerde Uygur irqiy qirg'inchiligini tonushtirish faoliyati o'tkazdiganligini ta'kidladi. Siyasetçi Yener Yilmaz apandi ko'z doktoru bo'lib, ko'p yillardan buyon ko'z davolash sohasida ishlab, xalq ichiga yaxshi tonilgan. U 1957 yili Turkiyaning Ordu viloyatida dunyoga kelgan. 1999 yildan 2001 yilgacha Turkiya parlamentida To'g'ri yo'l partiyasining parlament a'zosi bo'lib vazifa o'tagan.
Ankara Üniversitesining ko'z doktorluk kasbini bitirgan Yener Yılmaz Efendi 1983 yildan 1999 yilgacha Turkiyaning har qaysi shaharlarida ko'z doktori va doktorxona boshlig'i bo'lib ishlagan. 2017 yilning oxirida İYİ partiyasining Ankara sho'basining qurg'uchi a'zolarining ichida o'rin olgan. Yener Yılmaz Efendi 2024 yilning oxiridan tortib İYİ partiyasining Ankara sho'basining mas'uli bo'lib tayinlangan. Bu programmani Turkiya